Hamma salom YouTube ahli, sizlar bilan yana men o'sha dangasa Eldar. Bilaman. Hamma meni kutayotirgan. Men bu video chiqarmagan, ozgina ishlar bilan band bo'lib ketib qoldim. Uzr, undan keyin men sizlarga zo'r o'yin topdim. Xuddi shunaqa standofga o'xshash, ya'ni bir gapirib pashti, bir gapir. Xo'p, buni endi ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana shu ko'rayotganlaringdek bir xil standof bilan, faqat juda boshqacha ba'zi. Bilasizlarmi? Match history not available offline account. Ya'ni bu offline, ko'ryapsizlarmi? Shunchalik skilllar ko'p, ya'ni ko'rib turishinglar mumkin. Mana marketplace price eng qimmat manoni olishlar mumkin bemalol. Bu degani tepada ko'rib turganlaringdek free mod, ya'ni tekin mod. Ya'ni bunda na bir gold bor, na bir coin bor. Bu degani hamma narsa tekin. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Xohlagan narsalaring, xohlagan skilllaring. Xohlasanglar mana bunaqa Moonstone, xohlasanglar Potion, Yakuza, xohlaganlaring. Xohlasanglar setteringlar mana Mantis Impactlar ham. U sizlar xohishlaringga bog'liq. Men setter olgandim. O'yinga o'tadigan bo'lsak, hozir ko'ramiz. Qanaqa o'yin bular bor. Team Deathmatch Free for all. Ya'ni hamma bir-biriga qarshi. Team Deathmatch o'zi hamma biladi. Trenirovka free modni bilmayman nimaligini. Granatalar. Hamma computer flag yo'q ekan, in development. Buni ham tushunmadim hali. Arms race. Online ochiq. Lekin yo'q. Hozircha ochiq emas online. Hop, bitta Arms race ko'ramiz. Shunday faqat hozirgida botlar bilan offline. Albatta hozircha bu offline, ya'ni botlarni kuchini qilish mumkin, sonini. Shunchaki bunda trenirovka qilishingiz mumkin va skilllar bilan mazza qilib o'ynaysiz. Qani hozir bitta ko'rib ko'ramiz. Hamma narsa standof bilan bir xil pashti, hamma narsa bir xil. Lekin jicha shu o'yin betaligi uchun jicha чувствительность, grafika, FPS tushib ketish ehtimollari bor. Hop, terrorist yoki kontrterrorist. Terrorist bo'laman, o'yinda ham mana hozir ko'rayotganlaring mumkin. Anchagina normalniy skin bu. Standofchilar biladi. Jicha qochishlar bor, chunki beta. O'qlar yo'q, pichoqda so'ymoqchi bo'lsam, masalan, hozir borib so'yaman. So'yish ehtimoli kamroq. Ba'zida ular botlar bilinib qoladi. Ba'zida bilinmaydi. Shunaqa bittada headshot urishlari bor. Ijicha qotib turishlari ham bor. Shularni ham hisobga oladigan bo'lsak, botligini bilib qolamiz. Lekin mana shu skin menga yoqadi. Hammaga ham yotsa kerak bu. O'zi Origin case'da yagona va betakror deymizmi? Juda ham ajoyib bo'lgan Treasure Hunter skini. Kim uni chopdimi? Hop, shunaqa чувствительность, shunaqa grafika tepaligi. Ko'ryapsizlarmi mana? Bittada tegmaydi. O'tib ko'rib berishim ham mumkin narga cityga. Hop, mana men buni terganman. Kimdir meni shu haligimni o'zgartirib qo'yibdi. Qo'y. Shunaqa do'stlar, botlar ham odam bilan farqli bir xil o'ynaydi. Mazza qilib o'ynashlaring mumkin shunaqa o'ynab. Xohlagan narsalaringni o'ynashlaring mumkin. Ko'p narsa qo'shilmagan, lekin bu katta kartalar kompetitiv ko'ryapsizlarmi? Bular ham pichoqda o'ynashni biladi.
Katta kartalar, ya'ni soyuznikilar yo'q. Hozircha diffuse ham yo'q ekan, zo'r. Temda smash bor. Gonka uruji bor. Qolgan narsalar ko'rmadim. No, onlayn versiyada qo'shilsa yaxshi bo'lardi. Hozir bu betalik uchunmi, bilmayman. Lekin o'yinga gap yo'q. Beta bo'lsa ham shunchalik yaxshi o'yin chiqarishibdi. Buni Google Play dan tortish xato, chunki u Google Playda yo'q. Ikkita o'qotdim. Google Playda yo'q. Ko'rasizlarmi? Qochishlar bor. Odam kelganda qochishlar bor. Google Playga o'tsak, bu o'yin Google Playda yo'q. Xohlasanglar Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram silkani uzr. Videoni pastdagi описаниеda bo'ladi. Uzr. Hop, shunaqa mazza qilib o'ynashimiz mumkin. Voy, pichoq. Ko'rib turganlaringdek ham botlar ham odamga o'xshab o'ynaydi. Faqat hard qo'sanglar yaxshiroq o'ynaysizlar odamga o'xshab. Endi terrorga o'tish vaqti keldi deb o'ylayman. Terror bu skin yaqinda kelgan, o'zi bilasizlar. Bittasini o'raldim xolos. Nima tushib ketdimmi? No, bilsanglar Standoffda gonka urujida uni tipa birinchi o'rinda ketayotgan odamlar bo'ladi-ku, o'shanaqada mana bunaqalar qizil bo'lib qolishi kerak. Nimaga qizil bo'lmayapti? Betalik uchunmi yo'q? Yana qilishadimi bunaqani? Hop, biz bu yoqqa o'tib, lekin trenirovka qilish uchun juda ham yaxshi variant. Ko'rib turganlaringdek sizlarni odamga o'xshab o'tadi. Kelmay qoldi birinchisi. Qochib turinglar. Bitta yomon tarafi FPS ko'rayotgan bo'lsanglar, FPS o'ta tushib ketgan. Ya'ni hozir men ko'rayotgan bo'lsanglar, grafika yaxshi emas, o'rtachada turibdi. FPS anchagina tushib ketgan. Nega? Ko'ryapsizlar, headshot teksa ham o'lmayapti ba'zida. Ular уже mana bunga kelib bo'pti. Bittasi. M40 ga. No, bu skinni bilgan biladi. Zona 1da, voy. Ya'ni zona 1 deyman. Birinchi sezonda bu skin kelgan va hozirda ancha qimmat bo'lib ketgan. Bu skinni ham bilgan biladi, anchagina qimmat bu ham. Hozirda ko'ryapsizlar, anchagina qo'tyapti. Voy dod. Bu birinchi o'ringa chiqdi. Qanaqasiga? Killar teng eng zo'ri. Do'stlar, shu joyda videomiz o'z yakuniga yetadi deb keyinroq aytaman. Albatta bu o'yinni tortibman, demak case ochmasdan tugatmayman. Anchagina qiziq bo'ladi, aniq. Ya'ni biz hozir
beshta olib chiqsak ham yetsa kerak deb o'ylayman. Yo 4tami 3tami, davay 3ta olib chiqay. Hammasidan 3ta. Ne 2ta bo'lib ketdi. Hop, 3ta mana. Hop. Endi bularni ochishga o'tamiz. No, mayli, birinchi valot. Hop. Zenit. No. Bilmadim. Zenit yaxshimi, yaxshi emasmi? Retro film. Ya. No, faqat menimcha sketch yaxshi. Agar shu skin nuqta bo'lib qo'yganda juda ham xursand bo'lardim. Hop, endi Dynasty Case. Yo'q, Genesis. Vay. Genesis o'tib ketdi. Hop, yana Dynasty. Hop. Voy. Nest o'tib ketdi. Hop. Voy, ko'rdilaringmi? Voy, 2x Genesis pichoq bilan akir. Qanaqasiga? Tactical. Starfall. Shunchalik olmadim o'ylaymikin deyman-da. Legacy, Samurai. Prosta bu o'yin ustimdan kulyapti. Cerberus. Chameleon. Molaqol Chameleon. Mimikry emas, Violet ekan. Violet Flame. Hop. Flock. Hop. Yana Violet Flame. Yo, yaxshi, bu safar Allegri, Satrigli. Yaxshi. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like va obunani ayamasdan bosib qo'yinglar va kommentariyaga Telegramga tashashimni yoki tashamasligimni yoki shorts qilib tutorial, ya'ni o'rnatishni o'rgatishimni ham bemalol o'rgataman. Hop, shu bilan do'stlar bizning videomiz yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.